Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi kacholarimizdan olib kelib ustanovga qilib berdik. Bu yerda 354 metr kvadratga mo'ljallangan gazli kacholimiz, bu yerda esa 85 litr suv sig'imiga ega bo'lgan titanimizda bemalol 4-5 kishini ketma-ket cho'milib chiqishini, suv sovutmasdan ta'minlab beradigan titanimizda. Titanimizni kunlik rasxodi o'rtacha 4-5 ming so'm, ya'ni 4-5 kubi rasxod qiladi qish kunlarida avtomat garelka bilan. Kacholarimiz bo'lsa 354 metr kvadratli kacholarimiz 15 kubi maksimumi, 10 kubi o'rtacha, kamida 7-8 kubi rasxod qiladigan avtomat garelka bilan kacholarimizni ekonomiyasi mana shunaqa. Tak, kacholarimizni ishlatadigan mahsulotlarimiz titanimizga ham 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy garachigis bo'ladi. Kacholarimizda 25 diametrli rossiyskiy beshshovli turbalardan teplamenliklar yig'ilgan. Titanimizning ichida esa 40 ga 40 bo'lgan 3 stenkali profillardan, profilli ichida yana 20 diametrli beshshovli turbalardan teplamenliklar yig'ilgan bo'ladi. Bu 5 ta shunaqa profil yig'ilgan titanning ichida va chiqib ketishda mana qopqoq dimoxodni birlashtirib oladi. Tak, buyurtmalar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasalar, pastda raqamlarimiz yozilgan bo'ladi. Har xil turdagi, har xil qulayliklarga mo'ljallangan kacholni yasab berish imkoniyatimiz bor. Hozir bu xonadonimizda yana bitta kachol ustanovga qilganmiz, chunki xonadon o'rtada darvozaxona bo'lganligi uchun ikkiga bo'lingan, ya'ni ikkita sistema qilingan, ya'ni darvozaxona bo'lganligi uchun ikkita sistema qildirishgan. Endi o'sha vaqtda biz faqat kachol qo'yib beramiz, olib kelib ekonomishni qilib, bu yerda samotek sistemamizda 250-300 metr kvadratga mo'ljallangan kacholimiz turibdi. Bu kacholimizni o'sha zapus berdik. Hozir 5 daqiqa bizga vaqt o'tdi. Oradan уже padachamizni turbasi bo'shab bo'lmaydi. Qo'l kuydiradigan darajada bo'lib turibdi. Bu kachollarimiz o'rtacha 10 kuba rasxod qiladi kunliga. O'rtacha 10 kuba atak har doim ishlab turgan holatda, misol kunlar jami sovuq bo'lmagan holatlarda 7-8 kuba rasxod qiladi. Bu kacholimiz ham xuddi shunaqa 3 mm list, 25 diametrli rossiyskiy beshshovli turbalardan yig'ilgan bo'ladi. Kacholarimizni to'rt taraf burchaklari buklangan bo'ladi. Faqat old tarafda sho'x turilgan ko'p turgan bo'lsalar, bu kacholarimizni ishlash muddatini ham ancha uzaytiradi va bemalol bosim bilan ishlaydigan joylarda ham ancha yaxshi xizmat qilib beradi. Buyurtmalar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasalar, pastda raqamlarimiz yozilgan, har xil turdagi, har xil kvadraturaga mo'ljallangan va har xil yoqilg'ida yonadigan kacholarni yasab berish imkoniyatimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.